Xo'p. Qadrli obunachilar, bu klientimizga mana qulpini so'rab keldilar. Qulpini videoga oling, operator. Uylariga olib ketadi mana xudo xohlasa. Eshitilyapti chiqib. Xo'p, aka 100 gram bo'ladi. Yeganda bor, ana shu ko'zga yosh keladi aka. Mazza qiladigan. Qani maqtaganingiz Samarqandlik okangiz bergan qani o'sha? Qaysi biri edi? Qovun o'sha. Vau, aka. Joyi keldi. Operator. Buni nechta odam yeyapti bilasiz? Nechta odam ko'zi yosh kelyapti. Oho. O'sha mana shu. Ana aka. Sifati. Buni yegandan keyin uyqu yo'qligi bilasizmi? Ha. Iyun shu joy kerakdi. Qancha bo'lsa? Mana aka, soling-chi. Bizdan bitta klient bor, yana bitta aka, sizga o'sha yaqin Jahongir ekan bor, Jahongir ekan. Yomon yaxshi ko'radi shu narsani. Olib ketsa bo'ladi, kelmayapti shu yerda. Jahongir 2 olib ketib ham qon qoqadi. Hozir qancha bo'lsa bundan? Shu proba gazini qiling. Bo'ldi. Bozordan kelib ikkalamiz yeb ko'raylik. Aka, 20 minglik qilaman. Bo'ladi. Lekin boshqa ovqat yemay bundan keyin. Bu o'zi kuchli narsa-da. Qarang. Ha, 24 ming bo'ldi, 20 ming sizga. Buni o'z tili yetadi. Choylarimiz yo'qmi? Bor. Choy zo'rlari bor. Choy ham zakaz, ketdi bu yoqqa. Ekanman akalarim deb beraman deydi. Ke? Qilingda. Onam olib keldi. Asab bilan joy keltirib kerak. Asab bilan. Boshqa variantimiz yo'qmi? Bor, ming xili bor. Qani? Operator, sog' bo'ling.